taoloni hech kim ko'zi bilan ko'rishlikka qodir bo'lmaydi. Na bir maloikalar, na muqarrab farishtalar, na anbiyolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Me'roj kechasida, ana shu 7-osmonning ustida namozni 5 mahal farz ekanligini olib tushganida, Oysha onamiz so'raganki, "Ey Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida, "Hamma yo'q nur edi. Qayoqdan ko'ray?" dedilar. Rasul aytadilar, "Uning hijobi nurdir. Agar uni ko'tarsa, Alloh taolo shu hijobini ko'tarsa, yuzining ulug'ligi, ya'ni go'zalligi uning nazariga tushgan mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Inson zoti, umuman mahluqot Alloh azza va jallani ko'rishga ojiz bo'ladi, ko'ra olmaydi. Allohni ko'rish emas, quyoshga qaranglar 3-4 marta. Tikka qarang quyoshga 3-4 marta ko'zingiz bilan, achkasiz yoki niqasiz, maskasiz nima bo'ladi? Bitta mahluqdan chiqqan yorug'lik nur sizni ko'zingizni ko'r qiladi oxiri 10 marta qarang. Mahluq sizni ko'zingizni ko'r qilib qo'ysa, ko'zingiz unga qarashlikka ojiz bo'lsa, Alloh azza va jallani ko'rishga qanday qodirman deydi bir inson. Allohni ko'rishiga uchun